Assalomu alaykum, bizni kuzatib boruvchi aziz muxlislar. Ushbu kunda tavallud kunini nishonlayotganlar barchalarini tabriklab va bugungi kun tabrik sohibasi bo'lgan Jasminaxonni tabriklab sevimli xolalari Mehrigul opa bizga murojaat qildilar. Jasminaxon, tug'ilgan kun muborak bo'lsin. Siz shunday yashangki, kulganda yuzingizdan, qaraganda qarog'ingizdan, qadam tashlaganda qadamingizdan doimo nur yog'ilib tursin. Ushbu kunda tilaklarim ummon bir olam. Unda aslo yo'q tashvish bilan g'am. Dunyodagi tilaklar bo'lganda ham jam, Jasminaxon uchun baribir bu tilaklar kam. Nasib etsin jannatlar, yiroq ketsin kulfatlar. Sizga bir shirin tilak, tug'ilgan kun muborak.